Jaloliddin Manguberdi, buyuk sarkarda, jasorat va vatanparvarlik timsoli. U Xorazmshohlar davlatining so'nggi hukmdori sifatida 1220 yilda taxtga chiqdi. Mog'ullarga qarshi mardonavor kurash olib bordi. Eng mashhur jangi 1221 yilda Sind daryosi bo'yida Chingizxon bilan bo'lib o'tgan. Bu jangda u mog'ullarni hayratga solgan holda daryodan ot minib o'tib ketgan. Chingizxon ham bu jasoratni tan olib, unga yuqori baho bergan. U shonli tariximiz faxri. Jaloliddin Manguberdi faqat janglarda emas, xalq yuragida ham g'olib bo'lgan. Shaxsiy kotibi uni sherlar orasidagi sher deb ta'riflagan. Unga atalgan haykallar, orden va marosimlar xalqimiz faxrini aks ettiradi. Ammo taqdir unga og'ir sinovlarni ravo ko'rdi. 1231 yilda u Kurdiston tog'larida noma'lum bosqinchi tomonidan fojiali tarzda o'ldirildi. Uning o'limi bir davrning yakuni, ammo jasorati abadiy. Ibratli tarix unutilmaydi.